Assalomu alaykum ahli YouTube. Sog' salomatmisizlar? Bugun bizning uyimizda judayam zo'r kun. Bugun bizning kichkintoyimiz Bibi Maryam 1 yoshga to'ldilar. Shunaqa qilib oila davrasida nishonlaymiz. Kechqurun mana buni bezab qo'ydik. Chiroyli qilib, ertalab turishlariga syurpriz bo'lsin deb. Xolalari, pochchalari yordam berdilar, apasi, akasi. Hali oldinda yana tortlari bor, bunaqa o'yinlari bor. Bu kelgan opachilariga, mehmonlariga alohida sovg'alar taxlab qo'ydik. Dadasi bunga tillo brasletlar podarka qildilar. Xolalari tillo halqachalar, pochchalari, kiyimlar, pullar. Eng neobычный sovg'a esa onajonidan bo'ldi. Mana balamni, mana ayajonimdan 60 grammlik tros soskasini dedilar. Bu qizimiz shunga arziydi. Ana 60 gram o'zlarini troslarini menga bu og'irlik qilyapti juda ham. Endi nevaramga podarka qilaman, soskasini taqib yursin deb. Katta rahmat ayajon. Ana. Kimda bor shunaqa babushka? Ona deydi, Samarqandcha aytganda ona deydi, biyi deydi bizada. Biyi bo'lsa shunaqa bo'lsin-da. Gap podarkada emas, gap nevarani eslab, yo'qlab, mehrda. O'zi qizimiz mana. O'tiribdi o'ynab opachalari bilan.